Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari, mini traktor ishqibozlari. Do'konimizdagi 1105 mini traktorimizni ko'pchilik so'ragan, narxlarini so'ragan, mini traktorimiz obzorini so'ragan, komplektida nimalari bor deyishgan, shuni ko'rsatib o'taman, narxlari bilan aytib o'taman. Manzilimiz Toshkentdan Vodiyga kirib kelaverish, Namangan, Andijon, Qo'qon yo'lida, katta yo'lda o'ng qo'limizda keladi yangi magazinimiz. Xo'p, bunimizni mini traktorimizga qaytadigan bo'lsak, akkumulyatorlar Damaznikidan katta bo'ladi, aytib o'tganman. Oldi orqa legrovka bo'ladi, agatga tushadi. Insholarini mana ko'rishingiz mumkin. Tashlaydi o'zi. Bemalol katta inshodan qo'yilgan va o'tirganda o'ng qo'llaringda bo'ladi, ishlatishga ham qulay. Oldingilari orqada bo'lgan, jinni noqulaylik tug'dirgani uchun bu tarafga ko'chirganmiz. Zavodskoy va frezasi 1 metrlik kelganda, hozirgilari 120lik. 120lik 28,5 million so'mlik 1105 traktorimiz. Aytib o'tganman, 27 million so'mligi ham bor akalar. O'rta o'slari, kaltasi bor. Xo'p, bunimizning skorlari 3 ta skori bo'ladi. Zadniy bilan 4 ta, panejli skori bor, quyon toshbaqa skori. Bunimiz bilan 6 ta bo'ladi. Statorlari bor, zaryad saqlaydi o'ziga, massa uzib bo'ladiganlari bor. Bittada zavod bo'ladi. Massani uladiga hozir o'tatib ko'rsatib beraman va pullari bor. Pullariga akalar $100 pullari 2 korpusli pulliga arzon narxlarda qilib beryapmiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Videoning tagida nomerlarimizni qoldiramiz. Hozir buni zavod qilib ko'rsataman sizlarga. Massalar ulangan holatda xalastoy holatga keltirib, dekompressorni bosib, kalitni buraymiz, o'taydi. Ruchnoy gazi bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Nishonni ko'taramiz, ko'taradi. Mana ko'rsalaring bo'ladi. Gazni qaytarsalaring o'chadi. Ruchnoy zavod qilsalaring ham bo'ladi akalar. Ruchnoy zavod qilib ham ko'rsataveraman, kelib murojaat qilishlaring mumkin. Yetkazib berish xizmatlari mavjud, faqat aytiladigan narxlarimiz ichida emas. Xo'p, video yoqqan bo'lsa like bosinglar, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar.